Toshkent viloyatidagi bir necha bog'chada bolalar ovqatdan zaharlandi. Taxminlarga ko'ra, bolalar sifatsiz sut mahsulotlaridan zaharlangan bo'lishi mumkin. 24-sentyabr kuni Piskent va Bo'ka tumanlaridagi bir necha maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari salomatligida o'zgarish bo'lganligi sababli tibbiyot birlashmalarining yuqumli kasalliklar bo'limiga murojaat qilingan. Dastlabki tibbiy ko'riklar xulosasi asosida bemor bolalarga oshqozon ichak faoliyatining o'tkir funksional buzilishi, ovqat taksi infeksiyasi tashxisi qo'yilib, zaruriy muolajalar amalga oshirilgan hamda shu kunning o'zida aksariyat bolalarning sog'ligi yaxshilanganligi tufayli uylariga javob berib yuborilgan. Og'ir ahvoldagi bemorlar aniqlanmagan. Taxminlarga ko'ra, bolalar sog'lig'idagi o'zgarishlarga sifatsiz sut mahsulotlari sabab bo'lgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga shu kuni olib kelingan 3,2% kefir Oqqo'rg'on tumanidagi sexlarning birida ishlab chiqarilganligi aniqlangan. Qayd etilgan mazkur holat Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan nazoratga olingan bo'lib, hozirda epidemiologik surishtiruv ishlari davom etmoqda.